Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, kanalimiz muntazam ravishda kuzatib borayotgan aka-uka hojoni hojat qilamiz. Xudo xolasa YouTube tarmoqlarini kuzatib, narx-navolarga qiziqayapsizmi? Videoni oxirigacha kuzatinglar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha bozorga borganda sizni uyda o'tirib narx-navolar bilib olaverasizlar. Bugungi hafta kunlarimiz 2026-yil 16-yarmarkadan turibmiz. Haftaning juma kuni avvalo hamma uchun juma ayyomlar muborak bo'lsin. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi adresimiz Namangan viloyati Kosasoy tumani Tergachi chorva mol bozorining video obzorimiz boshladik. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha kuzatib, Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Sababiki mana bu chiqarayotgan videolarimiz kimgadir foydali bo'ladigan bo'lsa, ajri bor. Bizga ham, sizga ham like bosib, pantashka qilib tursalang, Xudo xolasa biz qo'limizdan kelgancha narx-navolarni yoritib beramiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bo'lmasa pastga tushamizda bir boshqatda mana bu yoshlardan boshlab buqa taraflar, xonajin taraf mana yozib qo'yilgan. Ena bola taraflar. Hammasidan video obzor qilib berishga harakat qilamiz. Bo'lmasa bismillahirrohmanirrohim ketdik obunachilar. Birinchisiga yoshlaridan ketaveramiz. Puli yengil, qulay variantlaridan buqachalar. Bo'ylari 80 ming 90 atrofida mana birinchisi. Aka mana bu nech pul deyapmiz? 9,5 million so'm. Bozor qancha bo'ldi aka? Bozor qancha bo'ldi? 9,5 qilishdi bo'ldi. Ha, 9,5 million so'm savdo qilishdi. Deyapti. Xudo xolasa mana bo'ydorlarni ham mana 11 dan ular. 11 million so'mdan savdosi bo'ldi. Hop, qo'limizdan kelgancha chiroyli kadr qilishga harakat qilaveramiz. Optimiga qancha baho bo'ldi, tog'a? 13 qilishyapti. Mana busi mana 13 millionga. Optimiga baho bo'lmabdi. Yo'q, xudo xolasa mana bu yerda mana Eston variantlardan ketaveramiz. Yosh ko'chat. Ko'taring. Duttasha. So'ng nech pul qilishyapti buni? Buni 8,87 so'rayapti. 8 million 700 ming so'm so'rashyapti. 8 million 700 so'rayapti. 5 million so'rasa qanday bo'ladi shunda? Mana hurmatli obunachilar, qo'limizdan kelgancha chiroyli kadr qilib berishga harakat qilamiz. Gap yo'q, akani bozorlarni bersin. Mashtarga qarab ketaveramiz. Bitta chiroyli Eston variantidan xudo xolasa mana 9046 nomerlari bor. Aka nech pulga kirdi bu? 12 million 300 ga. To'g'ridan 12 million 300 ming so'mga mana savdosi bo'pti. Buqobi ham. Bu tarafdan ketaveramiz. Mana yedib ishchilari chaynalib turgan joydan. Aka uchovi optim baho bo'ldimi? Nech puldan bo'ldi? 13 million so'mdan savdo qilishni bermadingiz mana. Xo'sh. Hop, obunachilar, endi qo'limizdan kelgancha chiroyli kadr qilishga harakat qilyapmiz. Mana. Xudo xolasa akamiz bozorlarni bersin. Bozorga borganda mana shunday to'polonda yurganda mana o'zlaringizni his qilyapsizlarmi obunachilar? Like bosib, gumbillatib qo'yinglar. Qo'limizdan kelgancha endi. Nech pulga chiqdi aka bu? 15 million deyapman kami. 15 million so'm deyapsiz, kami bor. Bozor qancha qildi aka realni? 14 million 100 ga berganman. 14 million 100 ming so'mga bermabdilar. Sotildimi tog'a? Nech pul ketdi? 20 million 400 ming so'mga mana. Attim deysanda, indamay Novvos. Mana shunday bozorlarimiz yurib turaversin. Albatta, soltiganlari biz uchun ham muhim. Aka nech pulga kirdi mana shu? Bozor qancha qilyapti? 15 million 200. 15 million 200 ga bermadingiz. Buqa chiroyli variant ekan. Mana bizchi aka? Yo'q, 15 million 100 ga kirdi. Yarimgacha so'rayapti. Eng patolog bahosi 15,5 milliongacha bo'pti. Yo'q, bozoringiz bersin aka. To'g'ri, bular savdosi bo'ldimi? Qanchadan bo'ldi? 14 dan bermayapti. Uchovini 14 million so'mdan savdosi bo'pti, bermabdilar. Shved variantlaridan ekan. Bro 10 atrofida-da. Bro 10 ham bormaydi. Nech pul qildi aka buni? 18 qilishyapti. 18 millionga bermadingiz, ha? Hop, bu taraflardan ham ko'rsatib o'tamiz. Mana, xudo xolasa kelishgan joyidan. Endi to'polon ayibga buyurmaysizlar. Keyingisiga biroz kattaroq variantlaridan akamizdan buni ham narxini so'raymiz.
Nechi pulga chiqdi aka oxiri? 17 millionga bermadingiz. Yep, kul rang variantidan bosh qismlari ham. Yep. Xudo xolasa bozorlar ozgina qimillab qoldi. Kam oldingiz? Kam oldingiz? Nechi pulga chiqdi aka oxiri? 16.200 ga. Mana xudo xolasa zo'r. Ya, mana bu mana zotlarni ko'rsatib o'taylik. Bosh qismlar, xudo xolasa. Aka bular nechi puldan chiqdi? Savdosi qancha bo'lyapti? 34. Jupa. Jupa 34 millionga. Ha. Biri ona atrofida. Zotlariga qiziquvchilarga 34 bo'ladigan bo'lsa 17 million so'mdan to'g'ri keladi donasiga. Yana bu tarafga qarab ketaveramiz. Mana bu qora ham chiroyli variant ekan mana. Do'st bola, kattasi nechi pulga chiqdi? 20 millionga berilmadi. Kichkinasichi 15,5 ga berilmadi mana. Qo'chalar. Hop, yana ko'rsatib boraveramiz. Savdosi bo'lyapti tog'a? Oxiri qanchaga chiqdi? 18 million so'mga mana tarafdan ko'rsatib boraylik. 1.15 atrofida. 18 millionga arzon qimmat albatta yozib ketaverasizlar. Yanada biroz kattaroq variantlarda xunajini o'tdik. Mana bu olalarni narxini so'rab qolaveramiz. Biroz to'p olamroq, endi ayibga bermaysizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha. Elsiyer. Aslana. Mashinaga savdo bo'lyaptimi? Jupiga qancha bo'lyapti? 29 million so'm. 29 ga obunachilar mana yana bir qator ko'rsatib o'taylik. Bo'ylari 1.15 dan yuqori. Siga. 1.20 ga ham tortadi. Oyoq qo'llari uzun. Mana kelish turgan joyidan. 29 bo'ladigan bo'lsa 14,5 milliondan. Xunajin albatta obunachilar. Gap ekani bozorlarni bersin. Mana semizni ham bitta narxini so'rab qo'yamiz. Mana uzoqdan ko'rinishi. Aka bunisi nechi pulga chiqdi? 18 millionga savdosi bo'pti, berilmabdi. Bu tarafga qarab ketaveramiz. Endi kadrni uzib-uzib, xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha chiroyli olishga harakat qilamiz. Qisir ekanmi bu? Nechi puldan chiqdi aka bular? Savdosi 19 million. 19 million kami bor ekan. 17 million so'm savdosi bo'pti. Hozir qisir bu. Qisirmi? Qisir. Kuragi nechta? 4 ta. 4 kurak qisir 17 million so'm savdosi bo'lyapti. Ana shu to'g'ri qilyapti. Endi yana bu tarafga ham o'tib qo'yamiz. Chegarada yuribmiz, bu yog'i. Unajin bu tarafi bu qo'la. Nechi pulga chiqdi aka bu? Bozor qilgan narxi. Bo'ldi, mana shu narxini so'rayapman. 20 millionga berilmayapti. Hurmatli obunachilar, bular buqa. Mana buni ham yana narxini so'rab qolamiz. Uyingizda molingiz bo'lsa, albatta taqqoslab ko'raverasizlar. Bo'yini ham qo'limizdan kelgancha aytib ketamiz. Ola nechi pulga chiqdi aka? 21,5 ga bermadingiz. Mana bosh qismlari. Hop, uzoqroqdan ko'rinishi. 21,5.
Yo'q, yo'q. Xudo xolasa akani bozorini bersin. Bu tarafga qarab ketaveramiz. Bu tarafda mana jonli. Munajin deymizmi? Bo'ylari ham shu 1.30 atrofida. Aka bozor qancha qildi buni? Narxi necha pul bo'ldi buni? 46,5 bo'ldi jupi. Jupi 46,5 million so'm. Savdosi bo'lyapti, ha? Uzoqdan ko'rinishi, keyingisini ham ko'rsatib boramiz. Mana bu mana keyingisi. Ya biz realni aytilgan narxlarda yoritib boramiz. Nima bo'ldi? Xo'p, mana mashina ko'rinishi, kadrga endi siqqanicha olyapti. Bu tarafga qarab yana yuraveramiz. Xo'p, mana bu qorani ham so'rab qo'yaveramiz. Aka, kurak nechta buni? 8 ta. Puli qancha bo'lyapti? 19 million 200 ga bermadingiz. 19 million 200 ga mana hurmatli obunachilar. Qisir ha bu? Qisir. Umuman suti ham yo'q. Mana shu yakka o'zi. Bu taraflar endi sut bor variantlarga qarab ketaveramiz. Mana bu ham g'o'dasi katta, juda ham yaxshi. Suyaqli variantidan aka. Aka savdosi bo'lyaptimi? Nech pulga chiqdi oxiri? 20 million. 20 million so'mga savdosi bo'ldi. Bozorimizda sensatsiya bo'ldi. Bozorda eng oldi buqalaridan mana buni e'tiborlarga havola etishga qaror qildik. Buni общий veslarini taroziga tortilmagan, lekin kelayotgan narxi 50 million so'mga savdosi bo'lib berilmoqda. Kilo bo'yi keladigan bo'lsak 64 ming so'mdan savdosi bo'ldi. Unga berilgani yo'q. 65-66 atrofida bitib ketsa kerak inshaalloh. Like bosib, xudo xolasa niyat qilganlar ko'ringizni o'tkazib qo'ying. Uyingizda 10-15 ta mana shunday boqadigan variantlardan ko'proq bo'lsa. Hurmatli kuzatuvchilar, biz bilan qoling. Narx-navolar yorishda davom etaveramiz. Aziz obunachilar, xudo xolasa kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmasini bosib qo'ysangiz, albatta mana bunday kulli ma'lumotlarni bilib borasizlar. Bo'lmasam, sigir yo'nalishiga qiziquvchi aka-ukalarimiz diqqatiga albatta ina-bola va suti bor variantlarni ko'rsatishda davom etamiz. Xudo xolasa qo'limizdan kelganicha. Bu tarafda mana ina-bola variantlaridan xudo xolasa. Aka necha litr suti bor? Suti yo'q, ha? Ina-bola. Pulini qancha deyapsiz? 30 million so'm. Bolasi qanaqa? Novas, ha? Kuragi nechta? Tishini bosgan ekan. Bolasi novas mana. Xudo xolasa narxini ham eshitgan bo'lsangiz, chamalab ko'raverasizlar. Chiroyli variantida yana bir yerda bor ekan. Ina bola. Xo'p, idishlariga mana ahamiyat beringlar, xudo xolasa zo'r. Bolasi novas ekan. Aka buni bahasi necha pul bo'ldi? Bozorga qilgan narxi 30 million so'm. Kuragi nechta? Ha, 19. 19 million so'm mana savdosi bu. Chekdi ekan. Yana bola 19 million tutdi. Bozor arzon qimmat yozib qo'yarsiz. Realni mana bozorda ichida yurib narx-navolarni yorityapmiz. Mana bu yerda bolasi munojim bo'lish kerak. Buni ham idishlari juda ham zo'r. Ko'rsatib o'taylik mana. Sog'ishga albatta udobli. Qancha savdosi bo'lyapti aka tog'a? Mana uni. Qancha savdosi? Enasini o'zimi? Nech pul bo'lyapti? 12 million 800. Ha, yeb ichib turgan joyidan. Yana bola variant. Zo'r, xudo xolasa olib sutini sog'ib ichadigan joyidan. Yerda yana biroz kattaroq variantlaridan sutlari mana oqib yotibdi.
Aka kuragi nechta buni? 8 ta. Bozor qancha qilyapti? 25 yarim. 25 yarim qilishyapti ekan. 25 million 500 ming so'm. Aniqroq aytganda. Bo'ylari 1.30 atrofida. O'shanga yuringlar keyin Hop, yoshini ham hozir so'rab o'tib ketamiz. Kuragi nechta aytdingiz aka? Tishi nechta? 8 ta. O'rtacha variantda. Hop, mana bu ya. Eston. Biroz bo'ylari kichkina, lekin boqsangiz bo'laveradi. Tog'a bo'g'ozmi yo qisirmi? Qisir, ha? Bozor qancha qildi? 11,5 millionga bermadingiz. Bitta tuqqanmi? Bitta tuqqanmi? Mana birinchi tug'ish ekan. Bo'la endi adin ajratilgan. Tarafdan ham ketaveramiz. Olaga qiziquvchilarga mana ola variantidan. Aka suti bormi buni? Pulini qancha deyapsiz? 15 million so'm. Kuragi nechta? 8 ta mana xudo xolasa. 15 million so'm deyilyapti. Bozor qancha qildi? 13,5 ga savdosi bo'pti.